电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆博格拉文化传播有限公司联合制作的大型电视文艺节目《帕里迪欧丝绸之路之声》栏目，我是主持人李嘉德。Salam ekran oldidagi er millat ko'rman do'stlar. Kang to'ri ahli, shundaqla naq maydondagi yetakchi ustozlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Şinjan Bug'ra madaniyat taqtish sherikti birlashib uyushtirgan Şinjan Pavideo sodichaklik sherikti tajdarliqdagi cho'ng tipdagi televiziya universal san'at programmasi 5-qaror Pavideo Ipak yo'li sadosi programmasi. Men riyosatchi Nijat Vali Yaqub. En ahir kararınızdan alaylı. Ayşegül Muallim. Naqşınız to'limi klassik naqsha. Ustozlarning sizga bo'lgan moyilligi talantingizning isboti. Ustozingiz bilan birlikda bizga nodir kuylarni sunishingizga ishonamiz. Fazilat Yalsin, izlash gruppasiga kelganingizni chin qalbimdan qarshi olaman. Fazilat Yalsin mushu zamonlarda mushu rasmiy yerlik xalq naqshlarini, yerlik undaq rasmiy jonliq, mushu o'zining kuchli ruhi bilan naqsh aytirgan ayol naqshchilar bek ozlab ketayotgan sharoitda Fazilat Yalsinning bu qitim etkelgan naqshisi buni ayni vaqtida yomon bizning dangliq naqshchilarimiz aytgan, uningdan keyin qo'rqib bir kim aytishga jur'at qilolmagan naqshchilarning birisi bo'lib, Fazilat Yalsinning og'zidan anglash meni bek hayron qoldirdi va Fazilat Yalsin bu naqshini men kutgan firoq, men kutgan xarakter bilan ijro qilganlik uchun men bu qizga o'rildim va izlash gruppasiga keldi. Izlash gruppasiga kelganligini uchun qalbimni qarshi olaman. Keskin tanlashlardan keyin ustozlar o'z gruppasiga bir-biridan qobil mahirlarni tanlab oldi. Endi bu sonimizda kimlar qaysi ustozning gruppasiga tanlanib kiralaydi? Yana qaysi mahirlarning qanday go'zal kuylariga jo'r bo'lamiz? Diqqatinglar, Pavideo Ipak yo'li sadosi programmasida bo'lsin. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Nima bu? Pavideo. Nima endi qanday maqsad ketdim? Bak ko'ki bo'lsa, jigan yaxshiroq uyqu sufitini yaxshilaydi ekan. Men anglaykan bu. Qizli bo'lsa, toksini deb o'sha ravolashtirdi. Rahmat. Namini olgan rahmat. Tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tomonidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Şinjan Pavideo sodichaklik shirkati mahirlarga omad tilaydi. Ekranidagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tomonidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Şinjan Pavideo sodichaklik shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratqu sohasida ushqandak taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash aptitali alohida talab qilgan. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'ulluq korxona Şinjan Yashin tibbiy dorigarlik cheklik shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizda Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bu programmamizga Sertan Alga Chipasi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Şinjan Yengnur Biofan texnika cheklik shirkati yaqindan yordam bergan. Seni deymo. Mening ismim Olimjon Abdulaziz Xutan Gumunayisidan keldim. Mening Ipak yo'li sadosi programmasiga qatnashishga maqsadim bo'lsa,
ustozlardan ko'plab kasbiy bilimlarni egallab, o'sha Ipak yo'li sadasi programmasida yaxshi natijaga erishish istigida bu programmaga keldim. Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Pay Video Sodi cheklik sherikti 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. İkinci darajalik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang Belikyar elektron fan texnika sherikti izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü darajalik mukofotga erishgan mahirimiz bo'lsa Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik sherikti 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. 4. darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Albatta 5. bo'lgan mahirimizga mukofot buyumlarimiz bor. U bo'lsa 5. darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Yingnur biofan texnika cheklik sherikti 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiqlaydi. Bizning bu mukofot buyumlarimizga erishishmi ergiz oson emas. Shunlashqa mahirlarimizning mana shu katta imtiyozlarimizga erishish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Seni deymo, seni deymo ya. Seni görmey ölemen. Seni deymo, seni deymo ya. Seni görmey ölemem mi? Seni görmey ölüp ketsem muradımga yetemem mi? Seni görmey ölüp ketsem muradımga yetemem mi? Oy, ay deymi seni canım deymi seni. Oy, ay deymi seni canım deymi seni. Bağındaydı, yangındaydı, meylim özemni. 80 qamchi urgan bilan yarım özemni. Bağındaydı, yangındaydı, meylim özemni. 80 qamchi urgan bilan yarım özemni. Yollayaman yolunu bilmesen. Men yarımni izleyen
düşman bilmesen. Yolla yürek, yolla yaman, yolunu bilmesen. Men yarını izleyenni düşman bilmesen. Oy, ay deyman seni can, canım deyman seni. Oy, ay deyman seni can, canım deyman seni. Canım deyman seni. İpek Sadası programmasını nereden gördün? Televizordan telefonu kögül bolman boldu. Depegine kirgizalar. İzdeş dep kirgizadayız. Rayonimiz yeni taratquy sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash aptitali mayirlarga omad tilaydi.这个本身呢，时间也是很长的一个年代很长的一个民歌啊，它的歌词呢，抒情的成分啊，抒情成分还是比较强的。 Yaxshimisilar ustozlar? Ismim Olimjon. Xotin Gumanayisidan keldim. Siz annesi xabar qilyapsanmi, Mavlon afandim? O? Xotindan bekjiq mayirlar deb qo'ydi. Ha, xotindan meni deb kelgan bo'g'itdi. Igakim. Xo'p. Yaxshi bo'ldi-ya? Sana nima yaxshi bo'ldi? Ustozlar men uchun O'rindiq aylandirdi. Bek xush bo'ldim. Men shundan xush bo'ldim. Hayajonlanib ketib borma, hazrat. Voy, buni uni nimanda? Siliq ovoz kelma, bek siliq. Unda bo'lsa, Olimjon, biz shu muallimlarning qisqa sen uchun bir fikrlarini anglaymiz. Olimjon, bo'y necha? 1.86 m. Shundan qamlashqana egiz bo'y. Bo'ldi bu qo'shimcha gaplar. Naqshini bek chiroyli aytdingiz, piroqlar, hissiyotlar joyda. Ovozning bek chiroyli tamba ekan. Men yaxshi ko'rib o'rildim. Mening guruhim sizni qarshi oladi. Mening guruhimga kelgan har bir mahir, mening guruhimga qaytilgan shu kun, shu minut, shu vaqtdan boshlab mangulik bir guruh, bir oila Yipak yo'li jarayonida bo'lsin va Yipak yo'ldan keyingi bo'lsin, bizniki san'at yo'llarimiz davomli birga har bir ishlarda birga bahramand bo'lib, birga qo'l tutishib san'at yo'llarimizni birga davom etamiz. Mening guruhim sizni qarshi oladi. Naqsham rahmat ukam. Ajoyib g'irib, ajoyib chiroyli odamni ezgidek qilib aytib berdim. Naytım muğlandım bu naqşidan. Hem faxrlandim senden. Rahmat ustoz. Yurtdan kepsa emasmi? Bek zo'qaldim. Rahmat ustoz, rahmat. Men bu yerda saqlayman. Xuddi ablatkam deganga o'xshash. Meningmi agar endi meni tanlashni ixtiyor qilib qolsang, bundan keyingi muzika, san'at hayotimizda og'a ini bo'lib aşındaq ütsak deydigan arzuyum var. Rahmat ustoz. Bu naqshini u yoq bu yoqdan qulqamga tushgan yaxshi asar deb o'ylayman. Bizning milliy estrada fikrda milliy naqshlar. Ha, lekin siz buni boshqacharoq aytdingiz. Boshqacharoq biroz sevirek, lekin
texmo shunaq lirik bo'lgandimi bir xil saviyasi bor lirik. Shunaq yaxshi aytdingiz. Andan keyin bu naqshinaki so'ziga oxirgi beshinaki so'zi uncha esimda qolmadi. Araliqdagi bir so'zi sigoh muqomining sanam qismining bir tekst silinibdi. Yollayırak, yolni bilmese, meyarimni körüşkenni düşmen bilmese. Bu sigoh muqomini sanam qisminiki bir teksti shunga ishtik shu quloqlarim uzrab ketdi. Rahmat ustoz. Shunaq tekstlar, shunaq ombab ahanglarga xalq tekstlarimi shunaq yarışıdı. Mushu bir men uchratgan yaxshi bir uslubkan. Shuningga o'rildim. Mening gruppamni qarshi oldi. Hayotimiz xuddi o'zining egiz pastligi bilan, agir to'qayligi bilan go'zal bo'lgani o'xshash. Siz bu naqshini o'sha agitmalari bilan shunchalik go'zal, bek chiroyli qilib o'rnlab berdingiz. Hammamiz ta'sirlandik, hammamiz hayajonlandik. Mening shaxsan aşı resmi jürkümge tegdi avazınız şundaq çıraylıqlıqıdan. Mening gruppum sizni qizg'in qarşıladı, hem sizdek avazlarga muhtaç. Rahmat ustoz. Ta'riflab bolduq hamda seni-chi. Xele ko'ngling ko'tarildimi? Ko'tarildi. Menimcha men bo'lsam beshim ko'ki yetatdi. 1.90 ga borib, Bag'ir. 80 dedim, hozir 90 ga yaqinlashib qoldi. 186 deydi. 186 ki. Bu Olimjonning qarasam yaxshi fazilat, yaxshi adamgarchiligi va obdan cho'ng bo'lgan yigit ekan. Abluzan kam bo'lsa emasmi? Esil. Anda olsa Olimjon mushtaptida Abluzan kamni ko'rib o'tirdi desin, ha? Ko'rib o'tirdi. Açılan rahmet aytadigan növbetning keyinroq kelish uchun bir ikkimiz tirishib baqsaq degan. Qachonda men mushu dadam bilan onamga rahmat aytma degan kuni tushib ketib qolyapti. Cho'pollar. Men sening dadam bilan onamga rahmat aytgan vaqtni uzatayli demoqchi bu. Uni hamda chaqchaqqa qachonda desak og'zimizning bir qat necha qat teri tushib ketkishi rahmat aytsak tugmaydi, ha? Rahmat ustoz. Bular bek balam balaka. Shu Olimjon, men amal olay bu Olimjon. Seni yaxshi odam dedik biz shuni bilan. Rahmat ustoz. Bu yang egiz bo'lsinmi, davrimiz. Rahmat ustoz. Endi Olimjon chaqchaqlarmi bo'ldi, o'qituvchilarning yurak so'zlari bo'ldi. Buning uchun men bek faxrlandim. Dadang, opang shundoq xushib ketyapti balki. Mening bolam bu egizlar emas, o'zi chiroyliqlar emas. Mana ustozlarga yarabdi. Ajoyib deb ashunda ularning 5i seninkidimi egizlab ketdi bu chaqqa. Mushtaptida 2 metr 3 Rahmat ustoz. Hamda eng oxirida mush ustozlardan birini tanlash fursatini beramiz. Yurak so'zlaringni keyin anglaymiz biz taxi. Eng oxirida cho'lpon bo'lgan vaqtlaringda. Rahmat ustoz. Sen oxirgi qarorim deb e'lon qilsa. Oxirgi qarorim Men Parizat G'ani. 20 necha yillik ekran hayotimda kino filmlardagi rollarni shu obraz bo'lib o'rinlab keldim. Go'zallikimni tabiatning tabiiy so'g'isida sug'urib keldim. Ismimga yaqin bu shabnam kamchilarini Pavidio nom bilan tabiatning so'g'isi sifatida sizga elib keldim. Gül üstidagi shabnam gül husnini jalolantirgusi. Siz gül, men shabnam. Husnimizga hassilab husn qo'shilgan Pavidio bo'lay. 5 aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzlash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziga o'rganishdagi eng unumli detal. 200 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzlash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik.
tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Acayip, pakiz tuygu. Pakiz sevgigi intizorlik. Tabiat bana pakiz hissiyat ata qiladi. Suv bor joyda pakizlik bor. Tabiatdan kelgan yashin mineral suvi. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkın g'amida. Coşkunluk ve işet taşkından başlangıç. Taşkın aksıl talqanları. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan pastası Sayram Gölü'nün Everest'e elingan Tianshan soğuk su algısından işlengen. Patent hukuka ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her birinlağı tavsiye qilman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik chekli shirkati mayirlarga omad tilaydi. Mevlam Mehmet'in ustaz. Mağfire. Naqşınız ustazlarla emas, həmimizni qoyil qildi. Naqşingizga tang jo'r bo'ldi. Talantingiz ham tirishchanligingizning mevasini ko'rdingiz deb qaraymiz. Keyingi bosqichlarda yana yaqinlik kuylarni sizdan anglashni xohlaymiz. Olimjon sahnada hamda shu bir musobiq xarakterlik program uchun sal xatarlikroq bo'lgan bir naqshni tanlabdi. Bu naqsha o'zi chiroyli, lekin shu hamda ahongida o'zgarish ko'p yo'q. Agarchi bu naqshni tanlagan bo'lsa-mu, shu oddiy naqshini nihoyat chiroyli, nihoyat hissiyotli, shundoq mungluq aytib berib, hammamizning yurak tarini titratdi. Shuning uchun hammamiz o'rindiq aylandirdik. Men Olimjonning keyingi bosqichlarda yaxshi natijalarni qo'lga keltirish uchun men chuqur yordamdan aymayman. Olimjonning bizning Yangnur gruppasiga kirganligini chin dilimdan tabriklayman. Men birni e'lon qilib qo'y deyman. Ota ona degan naqshni anglayli. 大家好，我是 Ekrem Tursun, 来自乌鲁木齐。Yaxshimsizlar do'stlar, men Urumchidan Ekrem Tursun, bu yil 23 yoshga kirdim. Bu qitimliq Ipak yo'li sadosiga qatnashdagi maqsadim bo'lsa, o'zimning yangi asarlarimni, nodir asarlarimni namoyon qilish hamda texnika ko'plab bilimlarga erishish. Burundan Ipak yo'li sadosi programmasiga qatnashish orzuyim botdi. Bu qitimliq Paradio Ipak yo'li sadosiga qatnashish fursatiga erishganimdan intayin xushalman hamda butun kuchim bilan tirishaman. Mening asli kasbim rus tili. Rus tilini bitmagan, lekin kichikimdan muzika qiziqarligim uchun muzikani davomlashtirib keldim. Teşna bulup yollarımga siz Oğlamasdan capa tartınız Kaçan kiler oğlum öygide Zerikmezden beni saklayısınız Kaçan kiler oğlum öygide Zerikmezden beni saklaysınız Yaxşı oğul boluşqa mən Terişdim ana
Yüreğimni ezdi gurmana Gözlerinizdeki koruklar Yüreğimni ezdi gurmana Qarab turdunuz Turalmadım ornumdan ensiz Oğul bala erkek turardı Anam ne tosar koydunuz Oğul bala özü tursun de Anam ne toza koydunuz Mükçeydiniz dadasız azir Ne günlerini geçirip başlayın Menge muhtaç bu ailesizge Ötmeyeysiz kıraş o yaştın Menge muhtaç bu ailesizge Ötmeyeysiz kıraş o yaştın Caba geç torata anılar Perzatlar bunu bilinlar Olmasın kalpler yara Hemmimiz yürek parlar Hemmimiz yürek parlar Paridio'nun teriye çarçış merimizken terem yakşımız dağıtkanlıktan. Sen mi şıltırken sen de bunu ha? Vay, 53 yıldan şınıftı degen ha bu. Tabiiylik ve saflıqni asas qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo savdo-cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. 像这个流行歌曲很难唱啊，虽然很多人觉得流行歌曲很容易，可是呢，流行歌曲是很有感情的一些歌曲。 Yaxşımsızlar ustozlar, mening ismim Akram Tursun O'rim, o'zim Urumchidan bo'yi 20 kirdi. Davomi shu. Devta qilgan, qanday eski ishlarni qilgan. Ha. Degine tanışdığın o'zim. Hozirgi naqsha o'zimningki ijodiyati bo'ldi. Pat arda taqtilmoqchi bo'lgan naqshdi. Mush naqshni bir ota-onamni kuylagan asosda olib chiqilish. Sen qanday ishlagandan bu naqshni ishlab bo'lib MV'sini ishladingmi? Endi ishlamoqchi. Bundan mı artıq taqtish ulamda? Şunu deyman. Şundan katta bir sahnada yaxshi. MV'dan birini bir buncha pul qilib ishlab qara. Uni bir buncha yilqi taqtishlarga yolvorib aqlay ko'klay men taqtinglar desang, mushu xovshinchilik taqisa men qulqimni kesib seni Alloh oqtirdi. Shuna eng yaxshi tanlash bo'pti bu. Bu bola aqlliq balki. Qara, ahangni munda qilib munda qilsam, maya kelsa ovozim o'qituvchilar ta'sirlandi degan yerlardan tatib bada chiq o'ylashgan naqshga bu. Sen nima ish qilsa debmagina? Men ko'shin sho'yani bitdim, rostol kasbni. Ha, mundoq maqra, ma ushunning nochiligini qara. Sana bo'ppa degani-ku. Ha, urush naqshdan birini berib baqa bu doqani. Aka, tuvan ovozlarni, tuvan ovozlarni yaxshi ekan. Yomon o'chgan. Unda o'g'andan keyin kelasa qol. Naqshingizdagi sehriy kuch hammamizni mahliyo qildi. Sahnadagi siyoqingiz qalbimizda o'rin oldi. Keyingi bosqichlarda Mavlon ustozning yetaklashida sizdan bir daraja halqishni ko'rishni xohlaymiz.
Akramning shu aytgan naqshisi ovoz alayligidan mening his qilganim Akramning shu ovozning uslub doirasi bir qadar kengri. Bundaq bo'lganda keyingi bosqichlarda har xil uslubdagi naqshlarni qo'qmay topshirishga bo'ldi. Bu orqali shu Akramning keyingi bosqichlarda taxim yaxshi natijalarni elishiga unumli yordam qila olayman deb o'ylayman. Akramningmi shu bizning Yangi Nur gruppasiga kirganligini chin dildan tabriklayman. Ama yaxshiroq bir tish pastasi tavsiya qilsam. Vay, ta'limga adashlaysan. Mana bu Yangi Nur shirkatininki Sertan Alga tish pastasi. Sen ishkine yaptık hemen ta'limga kelberdin. Sen ishilta adash. Sertan Alga tish pastasi qatorliq patentliq oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur biopantexnika cheklanish shirkati mayirlarga omad tilaydi. Ems Aygül muallim tuvanda bir naqsh e'lon qilib beramsiz? Bo'ldi. Mayada yomg'irliq kecha deb bir naqshi bor aka. Mushni anglab baqsa qanday bo'lar? Xo'p. 嘿，兄弟们，大家好，我叫伊尔夏提，我是伊犁小伙子。Yaxshimisilar do'stlar, mening ismim Ershad Jurat, bu yil 18 yosh, G'ul shahardan keldim. Kasbim bo'lsa gitar chep, naqsh etib, bola tarbiyalab, dars o'tib qatorli shu ishlar bilan shug'ullanaman. Bu qadimliq Ipak yo'l sadosiga qatnashishdagi maqsadim bo'lsa, o'zimni bir kichik bo'lsam-mi, o'zimni bir namoyon qilib beqish, o'zimniki yaqinqi vaqtlarda o'rganib chiqqan tajribalarimni bir yakunlash. Anaki ustozlardan birini ustoz o'zim tanlab ustoz tutib, ko'proq bilim olish. Men burun Ipak yo'l sadosi birinchi qaror qo'yilishdan burun men san'atga toza qiziqib ketmaydim. Keyin mushni ko'rgandan keyin ustozlarniki o'rlib, shunda bir xillik hayajonli holatlarda o'rlib, o'rinni qaylandirib, mayirlar shunda darslarni o'tib, har xil holatlarni ko'rgandan keyin Ipak yo'l sadosi qatnashish, undan keyin mushni san'atga bo'lgan ishtaqim qaytadan qo'zg'alib, mushta bir o't paydo bo'lgandan keyin naqsh etishni o'rgandim, gitar chalishni o'rgandim. Shu tariqada hozirgacha hamda o'zimni herhalde bir sakna chiqib bir naqsh eta olayman deb o'ylagandan bu yoqqa bu qitim qatnashdim. Yığılar yağmurluq kecha yarım kelgan yolunga qarab bilmedim yığılayotgan ziminmi yamanmi yürügüm yığılar yağmurluq kecha yarım kelgan yolunga qarab bilmedim yüzümge aqqan yağmurmu ve yaşmı Leylul 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 leylul
Çekiler hasta hasret bilen Yanrıtıp nakşa bilmem Yığlıyğa zemin mo yaman mo Yürügün tarısı Çekiler hasta hasret bilen Yanrıtıp nakşa bilmedi Yığlıyğa zemin mo yaman mo Leylo 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 ley Samba Leylo 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 ley Leylo 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 ley Leylo 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 ley Leylo 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 ley Ekradagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va safhni asos qilib ishlangan ko'zur mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pay Video So'd cheklik shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratqu sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash aptitali alohida talab qilgan. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik cheklik shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bu programmamizga Sertan Alga tish pastasi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yengnur Biopantexnika cheklik shirkati yaqindan yordam bergan. 我感觉就是音准的很多问题，现在主要是呼吸问题，呼吸的姿势不好，所以音准他把握不了，对对对，掌控不了。对，我实际上是很多孩子吧，音色都挺好，是不是啊？是。等表现你看他形式也挺好，弄完了以后，这个音准不好，整个就让人是不是啊？是是是。欠缺一些。Yaxshimisilar sizlar, mening ismim Ershad. O'ljining keldim, bu yil 18 yosh. Mana 18 yosh. Mana qildim deysizlar. 18 yosh. Yaxshi, rahmat. Undan etding yomg'irlik kecha degan naqshini Ershadjon. Unda bo'lsa biz ustozlarning bir fikrini anglab baqilma. Ma'qul. Sen birdam tayyorlik qilibdi. Sal putung talidi. Shunda bo'lsa. Istab tursa. Başqa maqtığım kemayotdi bu yigitni-chu. Shu menga yoqdi, ovoz tusi yoqdi, aytishi yoqdi, ahanglarni elishi deymiz, hamma jihatlardan yoqdi. Men shuning bilan boshli o'rilib, men buning bilan birga kirib bu naqshiga. Birga aytding ha? Ha, birga aytdim men-chu. Shunga ukam, sana tavsiyarim, sen hozir darhol shu Aygul malimning amdasini sana o'rliginga chin dilingdan rahmat aytib udur yenib kelganimga. Rahmat aytma yenib kelsan, sat turda. Chiqadi ha. To'xta, bo'lsa. Naqd tasdiqlanlarni qo'yib dedi. Tirishdan xalqi degan bilasan.
Shunchalik erkin holatda o'zingiz bir parcha o't bo'lib, hayajon bilan aytdingiz uchun bizni hayajonlantirib atdingiz. Nurg'un bolalarni angladik. Qo'rqish bor, jiddilish bor. Bu qo'rqish odamdagi nurg'un hissiyotni o'ldirib qo'ydi-chu. Bizni iskanjaga oladigan narsa bo'lganligi uchun bizdagi nurg'un portlab chiqmoqchi bo'lgan o'tni o'chirib qo'yish mumkin ash qo'rqish. Siz garchi 18 yosh bo'lsangizmi, lekin o qo'rqish degan narsa yo'qdek, lam sahnada bir parcha o't bo'lib, shunda erkin holatda o'zingizni ifodalagantingiz, shunda yaxshi ko'rdim. Ovozingizni shunga o'rildim. Muborak bo'lsin ukam, sizdek mundaq bir kichik holatda taxa mundaq sahnalarni mundaq egallab turib mundaq aytish degan oson emas. To'g'ri. Rahmat ukam. Rahmat. Ko'rdingmi, men gapni qara, ijarab ketgan. Ya qarabdi. O'zing qanday hozir? Voy, men bek xo'shalmasam. Men ko'rdim seni xo'sh bo'layotganing. Bayam sahnaga chiqishni oldida rost tamtirgan sahna degandan so'ra bo'ldi ekan. Shuning bilan gitar chep naqsh etmasam, naqsh etolmaydim. Shuning bilan gitarim bo'g'ashqa taz tantirmay, yana chep turib qo'qqayildirimni. Endi og'inam bordek. Og'inam bordek. Asol tutib chep tunib qolgan odam alqi solsiz yaxshi aytolmaydi zodi. Yaxshi qilsamish gitarni elib olib. Shunga? Shung daral yenib kel. Qara. 18 kirdingmi? 18 o'zing yolg'iz kirdingmi yo boshqalar bilan kirdingmi? Yolg'iz kirdim. 18 ning ichida nimalar bor ekan? Ish qilib, xelaji hikoyalar bo'ldi mishakagacha. Mana shu bugungisimiz sening 18 yoshingda ko'rgan ishlaringda 18 yosh yaxshi yosh. Men bu yil shu eng bir o'zimga yaxshi bir utuqlarni ep kelaman deb o'ylagan birinchi qitimliq erishgan utuqim shu Ipak yo'l sadosiga qatnashganim bo'ldi. Ustozlarning o'rilganidan bek xush oldum, bek hayajonlandim. Men bunchalik o'ylamagan. Bunda bo'lishda 18 yosh deganni bir endi sen yigitlikka mangdingchi, balaliq vaqtini tugatibsan ama yoshlikqa. Bu 18 yoshda ko'rgan bu ishing o'zing naqshini bir necha ma'lumotlar yaratib, ko'pchilikka anglatib, bu degan rost haqiqatan cho'ng natija. Sening bu boshlanish nuqtang nihoyatda yaxshi boshlandi, ham yuqori boshlandi. Qara Shinjongda hammasi havas qildigan, hammamiz ko'rishishni xohlaydigan ustozlar sana yaxshi baho berib o'tirdi qara. Sen yaxshi tirishishingni umid qilamiz. Endi sana eng oxirgi tanlashni beraylik. Mening tanlashim İlliq uyga isil bezak, oltin uzukka yoqib ko'zdek mos keladi. Aziz tiningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, oram baxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga bag'ishlamoqda. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni Dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan Dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi Dilkar menga yoqqandek. Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar Özgüç tem, isil xuruç, tanlanğan xam material. Mehminimiz üzülmedi, dasturxonga to'ldi barakat. Hamma to'ldi xushalliqqa, avomdan sizga rahmat. Tetit qo'la sarkisi bakchi, dasturxonning zinnati bakchi. Xinjiang Yaqin xalqaro savdo cheklanish shirkatidan yangi sovg'at bakchi. Bozorga berib, tortni elib, saqlaganni sundab tizlikda qaytib, qanishim mehmonlar desam, kola bulam shundaq bular. Deb bo'lib hajab o'tishganda Yig'izni açsanız da mukafat çıkıdı. Tartık kola. Sertan algı çiş pastasını bilemsiz. Sertan çiş pastası Sayram Gölü'nün əvrişki elinğan Tianşan soğuk su algısıdın işlengen patent hukuka ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algı çiş pastasını her birinlağı tavsiye kılman. Sertan dişini çimletiş üçündür. Her günü keçse her tan kulumuzda var.
Sertan. Sertan soğuk su algıç pastisi. Mening bir orzuyum bor. Buvamam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yeb keldik? Dulkan Nobeyji, Kuchingizni tozalashda huzur. Nima yeysiniz shu huzur. Kunda bir tal yesangiz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi. Kuchayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi, barg'ancha yashirsiz. Dilkan Nobeyjing. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet, taşkından başlangıç. Taşkın, aksıl talqanları. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziga o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Qiyofatimning yaqinliq bo'lishi uchun ortiq qashamga hech ehtiyojim yo'q. Ammo pokizlik, xushbiroq va uning eltisi bo'lish uchun obrazga mos kelgudek salofat bo'lish kerak. Salofat davrga mos kelgan bo'lish kerak. Meningcha erlarga mos keladigan pavidio bo'lish kerak. Pavidio erlar yurishdiki. Pavidio. Sertan algaç pastisi qatarlıq patentlik oliy mahsulotlari bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangnur biofantexnika cheklanish shirkati mayirlarga omad tilaydi. Mevlam ben tüm malım. Mübarek olsun. Ershad Jurat, sahnamiz umid ishonch bilan qanotlangan yoshlar o'z talantini namoyon qiladigan sahna. Gerçi işiniz kichik bo'lsa-mu, pishqan ovozingiz ustozni alla emas, bizni moyil qildi. Mevlam Mamtimin ustoz bilan birlikda yanada zo'r utuqlarni qo'lga keltirgaysiz. İlşat şu yağmurluq kecha degan naqshni yani men yaxshi ko'rdigan shu naqshni men yaxshi ko'rdigan holat o'rnab berdi. Nayt qizg'in hissiyat bilan bu etqiniga men shu hayajonlanib uzamni jurub bilan aytib ketdim. İlşatning men bu Yangnur gruppasiga kirganligini qizg'in tabriklayman. Güzeller yanında yürüsün, yürüsün. Sakta güzellikni körmegin rava. Kuluda par soğan
bahardım tozuydu çiçek tuyuksiz cimcitler toxtaydı yürek akıbet şu çağda nime yar yürek ruhi kesellikni görmegin rava saxta güzellikni görmegin rava undaq afzallikni görmegin rava Cafalarga yekin ruhi üstün er Asmanda ülkerdur denizde güher Ecelinin aldıda hemme beraber Ervah esellikni görmegin rava saxta güzellikni görmegin rava undaq afzallikni görmegin rava ey tatlım Konular harekette Tayyar tellikni görmegin rava Tayyar tellikni görmegin rava undaq afzallikni görmegin rava qasdan badallikni görmegin rava görmegin rava görmegin rava haqiqiy güzellik yürekке dava haqiqiy güzellik yürekке dava haqiqiy güzellik yürekке dava Salam ustozlar, hammanglarga hurmat to'ridan salom. Men Asqar Muxtardan hammanglarga o'tliq ehtiromlar bo'lsin. Rahmat. Asqar. Voy, sen bu yaxshi bir kepsa, intayin xo'sh bo'ldik mana. Rahmat. Bizlarga davomli mashunda musobaqalarda o'tgan qitimqi musobaqada biz Odiljon Naslning o'makdiki
Adilcan Memtiminning bizning xizmatlarimizni qo'llab-quvvatlab bir naqshi elib kelibdi, intayin xo'sh bo'lib, hayajonlanib ketgan. Bu qatim sen kelsa, Qaraqosh o'zi noillik san'at umigiga vakolatdan bizni ol so'rab, rahmat ukam. Rahmat aka. Bu yangi naqshga? Bu naqshi yangi naqsha, bu naqshning tekstini Muxtar akam men yozib bergan. Yaqinda yaqinda. Qaraganda mushu hol so'rash takliflik mehmon sifatida kelib bizdan hol so'rash, ahvol so'rash mushu Ipak yo'li uchun maxsus ishlagan, ishlangan naqsha. Asqar enimninki dastlabda bu musiqaniki boshlanishlab nihoyatda haybat, cho'ng bir naqshchilik asarning ichidami cho'ngroq bir naqshi bo'layotganligining ifodasi boshlanishlam musiqa akkordlashtirish, musiqa tankash qismida o'sha holatni his qildim-da. Bu kimda endi musiqani xil kuchab ishlab men qoldi. 5 yillar desamla bir go'zal ovoz. Lekin bir anglab tunib oldim. Asqar enim ekanligini his qilib bildim. Shunday go'zal bir boshlash billah. Qachchida o'rildim, rost degandek Asqar enim ekan. Bu enim nima deymiz endi burun haqiqatan shu madaniyat san'atninki beshigi bo'lgan shu Urumchida bo'lish bu san'atninki taraqqiyot uchun intan zo'r bir sharoit deb tunaydik. Demasimi ashtaqdi. Lekin hozir to'r taraqqiyoti bilan hozir bu mayli adabiyot san'at bo'lsin, mayli har qaysi kasb, har qaysi sohalarda mayli nədil bo'layli, o'zimizda shu talant, shu iqtidorli bo'ladi ekan, o'zimizning rolini butun rayonlarga, o'zimizning yurtidan olqib turib, joriy qildirib, o'zimizning tegishli rolini joriy qildira oladigan bir davr kelib ketganligi mana mush enalarimizning amaliy isbot. Endi bu gaplarni nima bundoq deymi deganda, Asqar enim o'zi Xotan viloyatining Qaraqosh noyisidagi Qaraqosh noyilik san'at o'makda. Ammo hozir shu avtonom rayonning o'zida turib xizmat qilayotgan shunday ijodiy naqshlari bo'lsin, mayli akkordlashtirish, musiqa tankashligi bo'lsin, mayli tambur chelish jihatga talant bor bo'lsin, shunday o'sha yerda Qaraqoshda turib mishagicha o'zining ta'sir doirasini tartib namoyon qilib kelayotgan enalarimiz. Mush mencha Qaraqosh noyilik o'mak Asqarga o'xshagan, Odiljonga o'xshagan ash enalarimiz bilan garchi noyilik o'mak bo'lmish bilan u balkim avtonom rayonga nomi tarilib ashada shunday bir o'makning borligi, ashada shunday bir talantli enalarimizning borligini xalqqa yodiga yezyotdi deb o'ylayman. Asqar enimni men bak hurmat qilaman, chunki enim nihoyatda yaxshi tambur chalg'uvchisi. Tamburni alomat chaladi. Ammo naqsh ijod qiladi. O'zi naqshi aytadi, nurg'un plastinkalarni, maxsus plastinkalarni chiqargan. Hozir yaqinda endi musiqa akkordlashtirishdimi, o'ziningki alaqi tamburni nihoyat yakki alayda chelish talantidan boshqa nurg'un chalg'ularni yana shunday yaxshi o'rindash mush alayligidan foydalanib musiqa tankash akkordlashtirishda mush jihat xosligi bilan nihoyat o'zgacha bir yo'lda yaxshi xizmatlarni o'tab ketyotdi. Bu enimizga mishada turib biz ba'zi bir ishlagan musiqalarimizga enim ma'non ravbitni, ma'non tamburini ya ma'non dutta satasini jima amsida bilan avat vasak ashada turib chelib ovozni yo'llab turdi. Buni bayqi gaplarimiz bilan yana bu yerda bog'lanadi. Bu garchi bu cho'qim avtonom rayonning o'zida turiblam, danglik bo'g'ili yoki bo'lmasin undaq davr o'tib ketdi hozir. Buning amaliy isboti mana mush enalarimiz. Garchi viloyatdimi Alqit noyida o'makda xizmat qilayotgan bo'lsa-mu garchi bizligicha shunday mishaligicha ta'sirini ko'rsatib, umumiylik xalqning qalbida o'zining bir tegishli ismini yozib, o'zining san'at jihatdagi talant mahoratlarini yaxshi joriy qildirib kelayotgan isil enalarimizdan birisi. Rahmat bugungi bu so'g'ida shunday go'zal alayda o'zirlandi. Rahmat. Muxtar akamga rahmat aytaman. Ondan anladık manaqşını aldırmayçı bir dem. Şu degandek bizga hammamizga tunishlik. Yaxshi bir ijodiyatchimiz mening nazarimda birinchi o'rinda uni ijodlari turdi. Ikkinchi o'rinda u naqshchi. Uchinchi o'rinda u yaxshi bir chalg'uchi, tambur o'rnog'ichi. Ablatmi dedi. Nimaga bunda desam, men uning asarlari ko'proq kelgan. İjodiy ohanglari bu ikkimiz tank ichida telefonlashib ko'rishib qolgan vaqtlarimiz bor.
aş mening qo'limga qanda vaqtida yaxshi bir narsa tushdi, tekst demoqchiman men. Bir asar yarab qoldi, shu hamon telefon qilma, menga shunday to'liq o'qib berilgan. Tankichida degan bo'lsa ataganda. Men hozirga kelguncha mushu Asqarga topshirgan vazifa 1 soat kechikmadi. İcadetdi. Yoki mening akam deb shunda hurmat qilib qizg'inroq bo'lamdi menga nisbatan. Men ash kech topshirsam kechida qo'pab ishga chiqib ketadi bu bola. Hatto mendimi burroq. Mening farzimdikidan burroq bitirib menga topshiribdi. Mushtabda bir necha bu noch bo'lib ketdi hozir. Nima ish qildi desam, meni ta'limimnikini oshirib, men bir necha ohanglarni hozir ishlab taqtis bo'ldi-da. Qachon aytsiz aka ana deb bundoq. Seni aldığı selva aldı. Aldığı selva aldı. Akaman esa qilibdi deb. Yo, mesela bu Asqarning bu chiroyli eti bizning Şinjan Kermilat xalqiga tunishliq shundaqdimi? Menga bergan naqshlarning ichida xalq o'zi e'tirof qilgan, yaxshi ko'rgan oldin o'qigan, vatanim sen jondan aziz, aman bo'lsin. Ondan başqa so'rma. Kelmigach. Ayolsin ayol daqiqında bir ağını ezib yanında e'lon qildik. Shu qatorliq men 10 necha degan ağanlarni aytdim. Hammasini shunchalik bir o'ziralamay o'zim ağanlardan. Uni ustiga o'zi chala olgandikan milliy asboblarni hech kimga yo'llamay bitirib o'tadi. Men yig'ib aytib buni yo Asqar deb yozma. Köpçük qo'yutma maqtashga tilim yetmay. Köpçük deysan. Undan boshqa yoki Asqar deyma, tabiat sana bir bergan bolakan. Shundoq. Ko'p qirliq. O'zingni bir noit qadrlab ka. Biz mo qadrini qilayli. Bundaq kishini cho'qim biz aytib olishimiz kerak. Biz qadr qimmatini qilishimiz kerak. Muhabbatimizni berishimiz kerak. Buni bildirishimiz kerak o'zimizning omroqligimizni. Buni rag'bat Takımı medet verip takım yaxshi narsalarni chiqarishim, parlandırışımız kerak deb aytaman. Shu. Menimcha. O'zi oz gap qilgan bola. Shu oz gap qilgan bo'lg'ashqa, u ba'zida balkim jiqroq ish qilayotgan bo'ladi. Shunga buni ba'zi papazlarni, padazlarni har birimiz atrofida buni tushundigan to'liq tushundiganlar berishimiz kerak, yaltırtishimiz kerak deb o'ylayman. Ustozlarimiz endi to'liq seni tasvirlab, tavsiflaringni to'liq qildi. Endi boshqa gapning mavjud qolmadi. Men shunday boshlagan sizning ovozing chiqqandan keyin bir sig'inish hissiyoti bilan o'rlab o'tdim-ku. Nima ko'nglim ketdi sen deyman. Taksi götürüş ketdi. Yanım bir yamını var da onu demedi. Onu demedi. Xotdan şey. Onu demeydi qaqlı etken. Rahmat sana. Men Rasululloh Asqarning naqsh chiqqanligan, lekin bugun Asqarning ovozini Asqar deb tanımadım. Yani men ikkinchi qitim aldinib öğrendim de bir pişkan bir naqshchi kepti bugun. Endi kimni alaman deb tamam. Lekin aş başlanışılam shundaq kimning ta'sir Sherali Jo'rayevniki uslubi bor. Shundaq menga shundaq yiqib ketdi. O'rilsam sizkensiz. Abdulla qarindishimning gapiga qo'shilaman. Ovozni asrash kerak, oyash kerak va bu ma'lum o'zining bir ishlaydigan joylari bor. Şu joyini tip ishiltib, buningga azroq bir ishlash kerak. Eng muhimi asrash hammadan muhim hamda. Chunki sizdek naqshchilar bek kam tepildi. Yo'q deyarlik demaymiz, yo'q kam tepildi. Rahmat. Oxirda shu yaxshi tekstni yozib bergan Muxtar akamniki bu tekst bilan tunji hamkorlashdik. Bu tekstniki mazmun jihatdan bo'lsin, bak yaxshi yozilganlik uchun bu asar ro'yobga chiqdi. Muxtar akamga avatib bergandan keyin Muxtar akam shunday yaxshi baholab berdi. Bundan keyingi hamkorligimizning texnik yaxshi bo'lishini umid qilaman. Undan keyin meni shunchalik yerlarga kelishga rag'batlantirgan ham menga ustoz bo'lgan dadam, anam, unutib qoldirimga hammaga chin ko'nglim rahmatimni aytib olsam.
Bizden salamlarımızı yetkilsin abi. Hazırlan berip yetki. Oy, hazırlam katmazsınız. Çünkü beltini elip almagansiz. Ha, örüntüge ödülmemiz. Ha, buldu. Yaxşı fırsatliken biz mi? Bir çay dastıqanlığı birge bolamiz, ha? Asqar Muxtar deb bek anglagan, aşa xotdan qarqash ömekdə deb şundaq cıq xalq naqşlarını qızıb bizga huzurimizga sundingiz. Mən şundaq tərpingiz anglagan, avazınız anglagan, lekin sörtünüzü köməpdikan mən əmdə bügən rəsmi kördüm. Həm Abdulla akamның təsvirləşidən sizning hayatınızı bir to'liq tushungandek bo'ldim. Bək xoş buldum. Avazınızdan məvu tuslarımı aşu Azatbekninki tuslariga o'xshab ketadigan shundaq chiroyli bək yaxşı ekan. Rəhmət sizə. Rəhmət. Endi mında sening ijodiyatlaring to'xtab qolmasin. Naqshinimi aytqin, naqshanini yaxshi ko'ramiz, musiqalaringni taxi yaxshi ko'ramiz. Ijodlaring o'lmasin-da. Bizning o'makdikilarmi shu seningmi shu ablat ma'lumga o'xshash cho'ng asarlarni yozishingni iltimos qilyotdi. Kelgusida o'zaro o'maklar, o'zaro aloqa qilamiz. Sening o'makdagi rahbarlaringmi mush ishga bir ko'ngil bilib qo'ysa, Qarqash o'makdan bir ijodiyatchi Shinjang opera o'magiga kelib bir mezgil ishlasa, bu yerdagi bolalarimiz shu chaqda Qarqash o'makka bora oladi. Mush ishni to'g'ri tushundirsang uqam. Yurgan bilan tushundirdi. Ma'qul. Aman bo'lgin. Rahmat Allohga. Aman bo'lgin. Rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash apitali mayirlarga omad tilaydi. Ana Pamir. 大家好，我叫奥杜伟的图赫的白克，塔吉克族，来自新疆阿克陶县。Köpçülük yaxşımsızlar, mening ismim Abduveli To'xtabek, Tajik millatidan. Men kichikimdan boshlab naqsh muzikaga shundaq erisman. Balkim ota-onamning sababi bo'lishi mumkin. Dadam tojikcha ravab bilan burgutnayni shundaq yaxshi chaladi. Balkim shu ota-onamning sababidan menga shu naqsha kasbiga turtki bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Bu qitimqi 5-qaror Paridi o İpek Yolu Sadası programmasiga o'zimning ortiqchiligini namoyon qilish maqsadida mush naqshani olib keldim. Pamir basaltanat Vibukça gulmaşir rohat Ardi selat samut kanan Vibukun vijer zumrat Ardi selat samut kanan Vibukun vijer zumrat No Pamir basaltanat basaltanat Oh bibuk cukul Masyir rohat Oh nuk pamer basaltanat Oh bibuk cukul Masyir rohat
barat Ano pamar taman çayvat Ökür tüçtaşrat barat Yosmaşana no sarkoy Bisofot barakat Yosmaşana no sarkoy Bisofot barakat Ano pamerkantan sopat Kamush ano musyong kuwan Ano pamerkantan sopat Kamush ano musyong kuwan Hayar bukcho baktimash Gulban cerang sayanat Hayar bukcho baktimash Gulban cerang sayanat Oh no pomer basaltanat basaltanat Oh bibuk çugur maşiruhat maşiruhat Oh no pomer basaltanat basaltanat Oh bibuk çugur maşiruhat maşiruhat Oh bibuk çugur maşiruhat maşiruhat Son tam okşmayla. Bulam arkadaş. Buldu. Yaşanan yan çıkan mineral suyulurken seni işçi vasıtası da geldim. Rayonimiz təvəsidə təbii içimlik işləp çıxırış sahəsidəki qo'lluq karxana Şinjan Yaşın Tibbi Doğrugerlik Çekli Şirketi Mayırlarga amet tileydi. 这个歌手啊，这个塔吉克族的歌手，并且唱的歌词呢也是塔吉克的语言，很年轻，以前可能没有这样的大场面，这个唱过歌。他虽然在地方上还是比较自由，可是在这个舞台上呢，他突然有一点紧张起来了。 Ko'pchilik yaxshimisizlar? Mening ismim Abduvali To'xtabek. Aqto'ndan esdim. Abduvali To'xtabek. Nima uchun bu o'zininki mushu naqshisini elib keldi bizga desa, bu mushu fursatdan foydalanib balkim butun Shinjongdagi har millat xalqiga, tojik xalqining salomini olib kelayotgan bo'lishi mumkin. O'zining yurtiga, shu yurtda yashayotgan emgakchi xalqi bo'lgan hurmati, mehr, muhabbati va ularning salomini yug'urib akab bizning sahnada mana o'zi tojiklarning aloyidliklari bor kiyimlarni kiyib maxsus. Men shuni his qildim. Abduvali Shinjong san'at sho'yanda Tajvan kasbida mening qo'limda o'qigan. Mush o'qish jarayonida biz shu 1 yil bir naqshini o'rgandik-ku. To'xtamay mashq qilamiz. Mush bir naqsha orqali biz boshqa naqshlarni qanday hal qilish usullarini o'rgangandik. Ham o'qishi bitib bo'ldi. Bitib bo'lgandan keyin Abduvali mushu tojik qarindosh millatlarimizning to'ylari bo'lsa, Abduvalisiz qizimaydi ekanda endi. Butun to'ylar qatnashalaydi, aytadigan naqshlarning turlari bak ko'p. Onun nurg'un tojikcha naqshlarni shunda chiroyli boyga yetkazib o'rindaydi. Hatto bir kunisi menga bak ta'sir qilib ketgani. Bir kun telefon qilibdi. "Ayol malim" deb shunda jiddiy holatda. "O'yinim bo'ldi" desam, "Malim, men siz degan nuqtani endi topdim. Degan to'yda naqsh aytgandim. Shu nuqta tepildi malim" deb degan bak chong bir boyliqni tepib olgandek. Shunchalik hayajon, xo'shal holatda men telefon qilib ekan, men Abduvali uchun shunda xo'sh bo'lgan, shunda so'yingan. Bizda qiyrindoshdak bo'lib ketgan, shunchalik chuqur mehr-muhabbat batdi. Shuningga musha inim bilan men yana qo'l tutishib mang'alg'idakman degan ishonch bilan sizni o'rildimsan.
Aygül'den sahnesi ikimize mübarek olsun deyimiz seni gel. Yurt söygüsü, ulug' söygü. Ana Pamir bu naqsha hammamizga tunishliq klassik naqsha. Tirishchan, intilishchan Pamir o'g'li Abduvali To'xtibek bu naqshini to'limi go'zal ohangda aytib berdi. Ustozimiz Aygul muallimning yetaklashida keyingi bosqichlarda sizdan texmi nodir kuylarning chiqishiga ishonamiz. Özgüç tem. İsil xuruç. Tallanğan xam material. Mehminimiz üzülmedi. Dasturxonga to'ldi berkant. Hamma to'ldi xushalliqqa. Avamdin sizga rahmat. Tetit qo'lar sarkisi bagji. Dasturxonning zinnati bagji. Xinjiang yaqin xalqaro savdo chekish shirkatidan yangi sovg'at bagji. Illiq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orambaxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek, dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan tish pastasi Sayram ko'lidan avrishga elingan Tianshan sovuq suv algisidan ishlangan patent huquqiga ega. Men Mevlan Namtiman. Sertan algıç pastasını her biringlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan sovuq suv algıç pastasi. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkım g'amada. Coşkunluk ve işet taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. Bazaga berip tartı elep saqlaganni sundab tezlikda qaytib qilishim mehmonlar desam to'la bulam shundoq bular deb bo'lib hasha qo'shganda yig'izni ochsangiz mukofot chiqadi tartiq kola ajoyib pakiz tuyg'u pakiz sevgiga intizorman tabiat menga pakiz hissiyat ato qiladi suv bor joyda pokizlik bor tabiatdan kelgan yashin mineral suyi Beş aptitaldagi filmlar ilonsiz suzuk yengilishsiz vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz izlash tarjimoni davlat o'rtaq til yozig'i o'rganishdagi eng unumli detal 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan aqliy iqtidorlik izlash kirgizgich qulaylik va ko'p iqtidorlik tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi, tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari mayirlarimizga omad tilaydi. Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Xinjiang Pay Video Savdo cheklanish shirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. İkinci derecelik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Belikyar elektron fan texnika shirkati izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan mayirimiz bo'lsa Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik cheklanish shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Dördüncü derecelik mukofotga erishgan mayirimizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi.
Albatta 5-chi bo'lgan mahirimizga mukofot buyurimiz bor. U bo'lsa-mu 5-chi darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Yingnur Biofan Texnika chekli şirkati 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiqlaydi. Bizning bu mukofot buyumlarimizga erishishmi hargiz oson emas. Shunlashqa mahirlarimizning mana shu katta imtiyozlarimizga erishish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Oblat muallim tövendiki aytılmoqchi bo'lgan naqshini e'lon qilib bersin hamsa. Bo'ladi. Ne degan naqshini anglayli. 大家好，我是马脑，来自新疆乌鲁木齐，目前的工作是一名司机。从小呢就喜欢唱歌，通过朋友的介绍来参加咱们这个丝绸之路之声，希望能通过这次比赛，能够在新疆能够得到更多人的认知，也希望能够在新疆能够实现自己这个唱歌的梦想。事到如今，不能埋怨你，只恨我不能抗拒命运。时时刻刻沉醉爱河里，谁知悲剧早已注定。闭上眼睛，想起你的情，难忘记你我曾有的约定。长夜漫漫，默默在哭泣，心中无限深情呼唤你。爱你。事到如今，不能埋怨你，只恨我不能抗拒命运。时时刻刻沉醉爱河里，谁知悲剧早已注定。闭上眼睛，想起你的情，难忘记你我曾有的约定。长夜漫漫，默默在哭泣，心中无限深情呼唤你。我不能失去你，我无法忘记你，我用生命呼唤你，永远的爱你。Keyfiyatin qanday adaş? Keyfiyat o'tqa adaş. Abla, o'tdek keyfiyatin muzdek kartoqning ichimliklarine keldim-ku. Zar, isinasına kes cuma adaşma. Kelar birini o'tlayli. Beijing Tashqin Xalqaro Pay Kontrol Guruhi, Tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik ko'lalari mahirlarimizga omad tilaydi. 他这个唱得好，声音跟动作很协调，
他这个歌手跟其他人一样，虽然唱的是流行歌曲，可是呢有他自己的风格，尤其是在这个发声，他的声音，他的感情，他的这个姿态，这个方面嘛表现出来了。各位老师好啊，我是来自新疆乌鲁木齐的一位选手，名叫玛瑙。刚才演唱的歌曲是来自王杰的《安妮》，谢谢老师。非常好，非常好，觉得唱的特别干净啊。虽然这首歌已经有30多年的一个王杰的歌曲啊，是可以说是一个老歌曲吧。我就想到了那个我年轻的时候，唱得好。谢谢老师。那这样，我们4个导师都为了这首歌，为了你，已经转身了。我们听一听老师们的这个评价和宝贵的意见。玛瑙老师好。几岁今年？今年这个年纪37了。喂，真看不清楚。我为什么第一个问你的这个年龄呢？这个意思就是我是第一个转身嘛，就那一开口就唱第一句的时候，就我个人觉得非常稳，非常成熟。转过来一看，就是年年轻轻的一个年轻的一个小伙子。我以为就是22到25岁左右吧，所以就第一个问的就是年龄。反正不管怎么说，你就这一首老歌唱的非常有味道，非常那个完美啊！我个人觉得非常完美。你第一句唱出的这个音色好听啊，而且是特别稳，所以我就对你转身。多话不说，欢迎加入到我的队伍，一起努力。谢谢老师，谢谢。别的就不听了啊，直接到了。你就一开口，你就是演唱那个水平不是那个一般的水平，各个方面一点都没有看出来什么问题，所以就是如果你来我这里，我也会给你帮忙。感谢老师，谢谢。陪伴我们10几岁那时候的老经典，通过你的演唱，让我非常感动。各位导师，这里面这个音乐风格跟你现在演唱的这个风格最接近的就是我。这个以后的赛段，这个我觉得挺重要的。以后的路还长着呢。如果你选择我跟我们一块儿做的话，对你来说挺有意义的。希望你认真考虑一下啊。好，谢谢老师。我觉得你会唱歌的人表达的特别清楚，然后每一个词有的特别清晰，然后你的表现从头到尾，你的气息声音全都稳稳的。谢谢，而且你每次那个说词的时候啊，你还是带着气息走的，我特别感动。好多人都是啊，你就直接就碰到嗓子了，但是你还是在气上。以后谁问你的年龄，你就说27岁啊。不能说22也27岁完全可以啊。看不出来。刚才这位老师对你的评价，我非常荣幸。对于我的队伍的一个学员，别的老师对你那么高的评价，我对你的一个老师，我非常感谢他们啊。所以他们说非常有道理，你确实一个好歌手。他们说的都在我这里。你主要是唱流行吗？还是流行？还有什么风格吗？中国风也可以。我也是玩这个新疆版的中国风的。然后我是玩乐队的，然后我们的乐手是这个新疆最好的乐手。排练厅有，录音棚有，这个专业方面的条件都很不错的。马兰老师说的确实，他有乐队，他有录音棚，但我的录音棚比他大，300多平方，
而且是新盖的。好难抉择啊！给我5秒钟的时间，行不行？好，你随便想，你不要着急。这个4个导师都愿意让你加入他们自己的这个队伍。你最后的选择，我最后的选择是。Sizce bu mahirimiz qaysi ustozni tanlaydi? Qiziqsangiz, diqqatingiz kelar haftadagi Pavideo Ipak Yo'li sadosi programmamizda bo'lsin. Xush ovozlar saynasi, Ipak Yo'li sadosi, Ipak Yo'li sadosi, sevgining yo'q chegarasi. Xush ovozlar saynasi, Ipak Yo'li sadosi. Ipak Yo'li sadosi, sevgining yo'q chegarasi. Xush ovozlar saynasi, İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginim yok sigarası. Hoş avazlar saynası, İpek yolu sadası. Tumurda, kuyun aksesi